أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله حمد السنا بسن شندا ذات ككم siz bilan bizni inson qilib yaratgan, shu insonlar ichida mo'min musulmonlar qatorida qilgan, o'ziga sajda qilishlikka loyiq ko'rgan, o'z uyiga mehmon qilgan Allohga hamdu sanolar bo'lsin. Yer yuzining yaratilishiga sababchi bo'lgan, o'z ummatiga mehribon, qiyomat kunida shafaat qiladigan janobi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salavot-u shariflar, durud beadadlar bo'lsin. U kishini aytgan ishlarini, sunnat amallarini, xulq va odoblarini qilib, qiyomat kunida u kishining shafaatlaridan barchalarimizni Alloh o'zi bahramand qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli ahli islom, ahli iymon, mo'min musulmon birodarlar, mana shunday bir fazilatli oy, Sha'bon oyining bugun 7-kuni, juma, Alloh duolarni qabul qiladigan, haj ibodatini savobini beradigan bir ulug' kunda Allohning uyiga ixlos, e'tiqod, muhabbat bilan kelibsizlar. Alloh qadaminglarga hasanotlar ato aylasin. Qiladigan duolarimizni Alloh maqbul aylasin. Bu qilayotgan ibodatlarimiz davomli bo'lib, ko'p yillar mana shunday ulug' ibodatlarni birgalikda ado qilib borishni Alloh nasib aylasin. Hurmatli birodarlar, mana har doimgidek mana bu g'animat vaqtdan foydalanib, qo'limizdan kelgancha sizlarga Alloh subhanahu va taoloning oyat karimalari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklaridan bahol qudrat Alloh qodir qilgancha yetkazishga harakat qilamiz. Allohning o'zi yordam bersin. Xatodan xoli emas biz. Mabodo bir xil kamchilik yo'q xatolik bo'lib qolsa, Alloh o'zi to'g'rilab, o'zi hidoyatga boshlasin. Hurmatli birodarlar, bugungi mav'izamiz Alloh siz bizga mo'min musulmonlarning zimmasiga farz qilgan amallardan biri ilm haqida suhbat qilamiz. Alloh hammamizga ilm o'qishni farz qilgan. Janobi Sarvar olam aytdilar, beshikdan to qabrgacha ilm o'qinglar. Mana shu 40 farzning majmuasida ham, muhim farzlar to'planmasida ham talabi ilm aytib o'tilgan. Bu shunchalik muhimki, islom dinini ustuni deb ta'riflangan. Bu hayotul islom deb tavsiflangan. Islomni hayoti ustuni mana shu ilmga asoslangan. Ilm bo'lmasa, har bir kishining fikri zikrida ilm turmasa, islom dini davom etmaydi. Holbuki dinimizni o'zi boshlanishdan ilmga targ'ib qilingan. Mana shu ilmga targ'ib qilingan kalimalar bilan boshlangan. Ulamolarimiz aytishlariga qaraganda Qur'onni 765 joyida ilmga da'vat qilingan ekan. Ilmni fazilati, ilmga da'vat qilingan, ilmlilarning qanday martabaga ega bo'lishlari haqida 765 joyida Alloh zikr qilgan ekan. Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimining birinchi oyati ham nima bilan boshlandi? Hammamizga ma'lum, Iqro kalimasi bilan boshlandi. O'qi. 3 marta Jabroil alayhisalom kelib o'qi degan kalimalar bilan dini islom boshlangan. Shuning uchun ham bu ilm ibodat, ulug' fazilat. Alloh taoloni tanishga, Allohning rahmatiga sazovor bo'lishga olib boradigan yo'l mana shu ilm yo'li. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, Astaizu billah, shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist. La ilaha illa huval azizul hakim. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligini, yaratgan Allohning o'zi guvohlik beradi. Va Allohning farishtalari ham mana shu haqiqatni ta'kidlaydi.
va Allohdan boshqa ibodat qilinishga arziydigan zot yo'q. Alloh o'zi yagona iloh ekanligini farishtalar guvohlik beradilar va tasdiqlaydilar. Va shu bilan bir qatorda ahli ilm sohiblari, ilmli kishilar ham o'z ilmlari bilan, adolat bilan bu haqiqatni tasdiqlaydilar deydi Alloh. Qarang bu buyuk haqiqatni. Mana shu hammamizni egamiz, dunyoni xo'jayini, yer va osmonni, koinotni yaratuvchisi Alloh taolo ekanligini, bu buyuk haqiqatni Xudo o'zi ta'kidlaydi. Undan keyin Alloh farishtalarga olib kelib guvohlik keladi. Uchinchi ilmlilarni. Alloh ilmlilarni ulug'lab o'zi va farishtalar bilan birga zikr qilyapti. Bundan ma'lumki, olimlarning darajasi Allohning huzurida baland. Odamzod ilm bilan Allohga yaqin taniydi. Ilm bilan Allohga yaqinlashadi. Odamzod agar ilm o'qimasa, haqiqatni yetib tushunmaydi. Shuning uchun ham Alloh ilm olishni farz qilgan. Janobi Sarvar olam aytdilar: "Talabul ilmu farizatun ala kulli muslimin." Har bir musulmon odam o'zini musulmon deb hisoblaydimi? Ha erkak bo'lsin, ha ayol bo'lsin, Allohni tanishga olib boradigan ilmlarni hammasini o'rganishga majbur, farz. Mana shu oyat, hadislar mana shu jihatdan olganda bizni dinimiz islom dinining afzalligi boshqa dinlardan ustun turishi mana shu yerdan bilsa bo'ladi. Bu ilm o'qib, ma'rifat hosil qilish shunchaki ish emas. Aslida Alloh buni farz qilib qo'ygan. Musulmon odamlarning tepasida turib, o'qiysanmi, o'qimaysanmi deb birovni kaltaklab, boshida kaltak ko'tarib shart emas. Musulmon bo'lgandan keyin ilmni harakatida bo'lish kerak. Musulmon odam Allohning oldida gunohkor bo'lib qolmaydi deb astoydil ilm olishni harakatida qiladi. Ilm fazilat. Ilm inson erishadigan fazilatlarning eng ulug'i. Mana shu ilm bilan bo'ladi. Mana Alloh tomonidan birinchi oyatni tushishi o'zi ham ko'rsatib turibdiki, ilm inson erishadigan fazilatlardan eng ulug'i. Janobi Sarvari olam aytdilar: "Avvalul ilmu ma'rifatulloh." Eng avvalgi ilm bu Allohni tanishlik dedilar. Eng avvalgi ilm bu Allohni tanish. Bu hadisdan bizga ma'lumki, ilmdan maqsad Allohni tanib, qalbda Allohga bo'lgan iymonni, qo'rqishni hosil qilish bo'ladi. Bu haqda hammamizga ma'lum bo'lgan olim bor, fizik olim Einstein degan olim o'tgan. Bu kishini biza mashhur mana maktablarda o'qiganmiz, fizik olimligini bilamiz. Lekin musulmon bo'lganligini kamdan kam odam bilsa kerak. Shu Einstein bu kishi ilmiy izlanishlarining eng ulkan samarasi, natijasi iymon degan ekan. Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'p ne'matlar berdi. Lekin biron bir ne'matini ziyodatini so'rang deb aytgani yo'q. Alloh taolo ilm berdi. Janobi Sarvari olamga aytdiki: "Va qul robbi zidni ilman." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ilmimni ziyoda qilgin deb aytishga Alloh buyurdi. Shuning uchun birodarlar, shu oyatni o'zi ilmni bir ulkan fazilat ekanligini bildiradi. Ilm haqida gap ketganda shuni aytishimiz kerakki, ba'zi bir insonlar, chala savod insonlar deymizmi? Yo islomdan bexabar insonlar deymizmi? Oyat hadisdan bexabarlar islom ilmga qarshi yoki ayrimlar biz farzandlarimizni din ilmiga bersak, din ilmini o'rgatsak, ular dunyodan ortda qoladi, taraqqiyotdan ortda qoladi degan fikrni bildiradi. Bu mutlaqo noto'g'ri fikr. Ilm hech qachon insonni xudosizlikka olib bormagan. Ilm hech qachon bir insonni iymonsizlikka olib bormagan. Bu haqda bir olim aytadiki, agar har bir ilm egasi, qaysi ilm bo'lmasin, ha dunyoviy, ha diniy ilm bo'lmasin, shu ilmida to'g'ri izlanishda borsa, ilmi ustida to'g'ri mehnat qilsa, u albatta Allohni taniydi. Albatta Allohni taniydi. Oxiri har bir olib borgan ilmi izlanishi yakkani tanishlikka majbur qiladi. Almaniyalik olim Diner inson madaniyatiga hissa qo'shgan 290 ta olimning fikrini o'rganib chiqib, quyidagi natijalarni bayon qilgan ekan. 290 kishidan 269 kishi, ya'ni 92% iymon ahlidan bo'lgan. Allohga iymon keltirganligi aniqlangan shularni. Dunyo olimlaridan 290 tasida o'zini ilmiy izlanishi natijasida oxiri o'sha Xudoni tanishlikka olib borgan. Shundan 269 tasi islomni tan olib iymon keltirgan.
O'tgan asrning mashhur olimlaridan biri bo'lgan Fasir mana shunday deb yozadi: iymon hech qanday taraqqiyotga to'sqinlik qilmaydi. Chunki har bir taraqqiyot Xudoni yaratgan narsalardagi ajoyibotlarga yo'l ochib beradi. Agar men bugun kechadan ilmliroq bo'lsam, Allohga bo'lgan ishonchim ham kechagidan ko'ra mustahkamroq bo'lardi. Yana bir akademik olim o'zini olamlarning asli kitobida aytadiki, ilm o'z egasini Allohni tan olmaslikka olib boradi degan fikr mutlaqo noto'g'ri fikr. Mashhur tarixchi olim Fabel aytadi: har bir davrning o'ziga xos telbaligi bo'ladi. Xudoga ishonmaslik davrimizni telbaligidir. Mendan Allohga bo'lgan ishonchimni tortib olganlardan ko'ra terimni shilib olsalar, men shunga rozi bo'lardim deydi. Bu dunyo ilm ahlini aytgan so'zlari, o'zlarining ilm tajribalari bilan aytgan so'zlari. Bular avvalambor musulmon bo'lmagan, Yevropa sharoitida, fitna fasod sharoitida yashagan. Lekin bularning ilmlari bu haqiqiy olim bo'lganligi sababli ilm ularni Allohni tanishga, iymon keltirishga dalolat qildi. Doktor Albert juda mashhur olim shunday deb yozadi: ilm bilan shug'ullanishim meni Allohga bo'lgan ishonchimni mustahkamladi. Hattoki avvalgidan ko'ra mustahkamroq, asosliroq bo'lishga olib keldi. Hech shubham yo'q. Ilm albatta insonda Allohning qudratini yaxshi tushunishga yordam beradi. Mana shu olimlarning so'zidan ma'lum bo'lib turibdiki, mana shu mashhur olimlar ham o'z ilmlari orqali Allohni tanigan. Demak, bu ilmning fazilati katta. Agar inson ilm oladigan bo'lsa, bu ilmi unga Allohni tanitish haqidagi oyatni Alloh subhanahu va taolo Fotir surasida 15 asr avval nozil qilib qo'yibdi. Astaidu billah innama yaxshallohu min ibadihil ulama. Ya'ni haqiqatan ham Allohdan olim bilimdon bandalari ko'proq qo'rqadilar. Allohdan ko'proq olim, bilimdonroq bandalar ko'proq qo'rqadilar. Chunki olimlar chuqur fikrga egalar. Chunki ular ilmlari natijasida Allohni taniganlar. Bu olimlar ilmsizlarga qaraganda dunyoni ko'proq sir asrorini biladilar. Va ko'proq dunyoni sir asroridan voqif bo'lganlaridan sari Allohning qudrati ilmi oldida bo'ysunadilar. Va iymonga kelib qolishlari hech qanday ajablanarli hol emas deydi Alloh. Shuning uchun birodarlar, islom o'zini vujudiga kelishidan boshlab ilmga da'vat etib kelgan. Islom dinini mag'zidan mag'zigacha ilmga da'vatdan iborat. Ilm islomdir nom berilgan. Demak, islom hech qachon ilmga qarshi bo'lgan emas. Islom ilm dini. Bunga yana ko'p misollar, daliliy misollardan o'lkamizda islom madaniyati ko'kragan, rivojlangan bir paytda o'sha 9-12 asr davomida hayotimizda poklik bo'lgan vaqtda bu dunyoga mashhur bo'lgan, bu dunyoni o'z ilmlari bilan seyrob qilgan Imomi Buxoriy, Imomi Termiziy, Zamaxshariy, Nasafiy, Ibn Sino, Beruniy, Farabiy, Ulug'bek, Al-Xorazmiy bularni sanab oxiriga yetiza olmaymiz. Ana shunday ulug' zotlarni, allomalarini kim yetishtirib chiqardi? Qur'on yetishtirib chiqardi, islom yetishtirib chiqardi. Bu aytib o'tgan olimlarimiz hammasi dunyo olimlari bo'lish bilan barobarinda islomni tanigan, Allohni tanigan, buyruqlarga amal qilgan zotlar bo'lgan. Qur'onning ma'nolaridan xabardor bo'lgan zotlar bo'lgan. Shularni islom yetishtirib chiqardi. Shuning uchun islom bu ilmsizlikka da'vat qiladigan insonlarga mana shuni o'zi katta bir guvoh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlari va hadislari hammasi ilmga da'vat. Bunga misollar Janobi Sarvari olamning hayotlarida ko'p. Shu misollardan bir misol keltiramiz. Mana tarixi Muhammadiy kitoblarini o'qigansizlar, Rasulullohning hayotlaridan yozilgan kitoblardan ko'pchiligilar boxabarsizlar. Badr jangi bo'ldi. Badr jangidan keyin